Assalomu alaykum hurmatli ko'rarmanlar. Bugun ham mana yonimda o'sha 85 yoshli yapon otaxon, ya'ni biz o'zbekcha nom qo'yib Shakarboy ota degan otaxonimiz bilan suhbatlashib ko'ramiz va sizlarga har doimgidek tarjima qilib ulashaman. Qani ketdik. Sizdan. Assalomu alaykum Satosan, yaxshimisiz? Siz bilan bo'lgan intervyularimiz ostida juda ko'pchilik uzoq yashash sirlari, yosh ko'rinish sirlari haqida so'rashibdi. Bir otaxondan 100 ga kirish uchun nima qilish kerak desa, avval 99 ga kirish kerak deydi-ku. Hazildan tashqari uzoq yashash va sog'lomligingizning siri nimada? Ha, men ham bu haqida ko'p o'ylayman. Uzoq umr ko'rish qondan o'tgan deyishsa, yo'q. Mening otam ham, onam ham yosh o'tib ketishgan. Menimcha, uzoq umr ko'rish hayot tarziga bog'liq. Ovqatlanish tartibi juda muhim rol o'ynaydi. Men bolaligimdan boshlab kambag'al bo'lganman. Deyarli to'yib ovqatlanganimni eslay olmayman. Kambag'al bo'lish bu tomonlama yaxshi ekan. Bilsang, yaponlarda hara-hachi bo'lmaydigan odat bor. Ya'ni ovqatlanganda ovqat va suv bilan oshqozonni 80% gacha to'ydirish kerak. 20% bo'sh joy qolishi kerak. Ana shunda inson ko'p kasalliklardan yiroq bo'ladi. Ha, bu gap bizda ham bor. Oshqozonning 3dan 1 qismi ovqat, 1 qismi suv va 1 qismi havo uchun qolishi kerak deyishgan. To'ppa-to'g'ri. Biz yog'li ovqatlarni, yaxshi ovqatlarni yeyapmiz deb xursand bo'lamiz-u, aslida shu ovqatlar bizni yeydi. Masalan, men nonushtani juda kech qilaman. Soat 10larda juda ham yaxshi ovqatlanaman. Keyin tushlik qilmayman. Kun bo'yi suv ichib yuraman. Kechki ovqatni ham deyarli qilmayman. Ozgina salat yoki meva yeyman. Adashmasam 30-40 yildan beri shunday qilaman. Natijada semirmayman. Semirish hamma kasalliklarning otasi. Uzoq umr ko'rishning yana bir muhim sabablaridan biri ko'p harakat qilish. Ko'pchilik pensiyaga chiqsam dam olaman deb yotib oladi. Ish qilmay qo'yadi. Bu noto'g'ri. Ishlash kerak. Mana men 85 ga kirdim. Ataydan ishlayman. Odamning miyasi nima bilandir band bo'lishi kerak. Shunda butun organizm chalg'iydi, ishlashda davom etadi. 3-chi va eng asosiylardan biri xotirjamlik, ya'ni stresslardan uzoqroq yurish kerak deb o'ylayman. Bu dunyoda hech narsa biz siqilib, tushkunlikka tushishimizga arzimaydi. Demak, uzoq umr ko'rish va yosh ko'rinishning asosiy 3ta sababi oziq-ovqatga e'tiborli bo'lish, ko'p harakat qilish va stresslardan uzoq yurish.